qo'y boqadigan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Biz hozir egiz qo'yning minuslar haqida gaplashamiz. Egiz qo'y qanday qulay, qanday noqulayliklar haqida. Oxirigacha ko'ringlar va tomosha qilinglar. O'zi qo'llab-quvvatlab podpiskalarni ayamashlar degan umiddaman. Men 2 yildan beri mana shu egiz qo'yni boqib kelyapman. Buni enasi ham egizcha bo'lgan, birinchi tug'ishda egiz tug'ilib, keyin bu enasidan sotib bu mana shu qo'yda qo'yganman. Mana bu qo'ydan bu yilgi itkarligi bolalari, bu itkarligi bolalari sog'liq tug'ilgan. Bu yonidagi 2025-yil 17-aprelda tug'ilgan qo'zilar. Hozirgi kunda 6 oylik bo'ladi. Xudo xolasa oktyabrga. Buning minus taraflari bitta bolasini ko'proq emizmaydi. Birinchi tug'ishda ham shunday bo'lgan, qanday ushlab qo'yilganiga, tug'ilmaganda qiynalganda ushlab qo'yilgan. Xullas, kichkina tor katakda baylab emizdirilib sut berilmaydi. Molda sutini o'zini baylab qo'yiladi tor joyga. Keyin bola o't berganda bu narigi bolasi emvoladi. Qancha tor bo'lsa, onasi shuncha tepmaydi, shuncha chitaranglashmaydi. Ko'p ish ikkinchi tug'ishda ham mana shunday qiynadi. Mana shu baylab qo'yilib baqiladi. Keyin minus tarafi yana buni egiz qo'ylar jinday kichkinaroq bo'ladi. Katta qo'ylarda ayrimlari katta bo'lishi mumkin. Zoti yaxshilan kelsa. Birinchi bolalariga yaxshi zot qo'shilganida bu ikkinchi bolalar bilmayman qanday qochgan. Qaysi qo'ylardan qochgan, men yo'g'rimda. Shu dalada qochib qolgan. Birinchi bolalariga yaxshi katta qo'chqor qo'shilgan. Uni o'shancha onasi mana shu qo'ydan o'tib ketilgan. Mana hozir bu yil ham xudo xolasa bolalariga ham o'ziga ham mana shu katta sariq qo'chqorlar qo'shildi va qora qo'chqor qo'shildi. Bu qo'chqorlar ham mana bu hozir iyuldagi videolar aslida terim montaj qilingan hammasi. Mana shu hozir shu kungacha turibdi. Sariq edalba qora jo'n gisara bas qorada. Shunday bularmi metkalangan qashqalar boshqa Qirg'izistonda tarasidan kelgan sovliqlar ular, bu yilgi sovliqlar. Egiz qo'yim ham mana shunday sovliq bo'lgan. O'sha qo'chqar boshqa baqqanda mana shunday qo'shib o'rganman. Bunaqa qashqaga o'xshagan katta bo'lmagan egizcha ena qo'yaman. Keyin shu bilan tug'gan. Mana bu yilgi qo'chqarchasi bolasi, ikkinchi bolasi 6 oylik bo'lyapti. Xudo xolasa bu hozir bu sovliqlardan qo'shdim, yaxshi niyatda. Qochib qolsa shu egizcha qo'ylardek nima bo'ladi? Plus tarafi mana 2 yilda 4 ta bola bo'lyapti. 2 ta sovliq, 2 ta qo'chqarcha va bu yilgilari 2 ta qo'chqarcha va enasini olganimda qo'chqarga almashtirib olganman. Birinchi yil 2 ta tug'ib, ikkinchi yil bitta tug'gan. Bu xudoga shukr har yili bu yil ikkinchi tug'gan bo'lsam 2 ta tug'ib kelyapti. Egizcha qo'yda qulay tarafi mana shu tarafi. Bunga kichkina bo'ladi, lekin qo'ygan tez ko'payadi. Shuning uchun menga qandaydir ma'qul. Endi buni zotini kattalashtiruvchi mana bunday katta qo'chqorlarda qo'shilsa, xudo xolasa qo'chqorlarga yaxshiligining hisobiga ham katta qo'chqorga qo'shilgancha bolalari katta, birinchi bolalari sog'liqlar yaxshi katta bola bo'lib turib, mayda egizcha ham kattalashib belgilashib qoladi. Chunki olganimizda ena qo'ydi, enasi ham kichkina maydagina egizcha bo'lgan. Kichkina bo'lgancha ozg'in bola xudo xolasa paroda, ya'ni Qirg'izistondan kelingan, olingan Namangandan. Xudo xolasa mana bu yilgi 6 oylik qo'zichoqlari. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berishga harakat qiling. Kamchiligi bo'lsa oldindan uzr, qo'llab hadisga qo'yasizlar. Qashqalar boshqa zot nima. Qo'yda barakasi shunday ekanki, shu egizcha nima bo'lsa yiliga bola bersa, o'zida-o'zi ko'payib ketar ekan. Sariq qora qo'chqor ham bor, sariq qo'chqor edilam bor. Xudo xolasa bu yil umidlar, niyatlar katta Xudodan so'rab qolamiz.